bu yil o'qishga qabul qilingan talabalarimiz bor. Aziz ustozlar o'tirishibdi. Hammalaringizni mana kirib kelayotgan milliy qadriy bayramimiz bo'lgan bayrog'imizning ulug' kuni bayroq bayramimiz bilan bundan tashqari 17-noyabr kuni xalqaro talabalar bayrami bilan sizlarni muborakbod etaman. Mana O'zbekistonimiz, jonajon yurtimiz, yangi vatanimiz, yangi O'zbekistonimiz mana shunday bugun bo'layotgan islohotlarning quvonchi bo'lib turibdi. Shunday quvonchlardan bittasi mana bugun respublikamizda 200 dan oshiq oliy ta'lim muassasalari bo'ladigan bo'lsa, shularda ichida Navoiy davlat universiteti bo'lib shakllangan yangi universitetning tashkil topganligi bilan sizlarning barchalaringizni muborakbod etaman. O'rinni egallaganligi uchun Yengimiz tili jamoamiz birinchi o'rin chempionlik diplomidan taqdirlandi. Jamoatchilik klubini ham alohida a'zolari ekan, Gulroz qarsaklar bilan olqishladim. Ushbu guvohnomalar tanasiga chiqqan alohida imtiyozlar bor, buni talabalarimiz yaxshi darajali sertifikatlarga muvofiq 6000 dan ortiq talabalar o'rtasida o'tkazilgan, albatta alohida ta'kidlab o'tishimiz joiz. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari Yusupov G'iyos G'ulomovich tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Va bugun bir nechta takliflar bilan keldim. İcazat bersangiz, o'zimning takliflarimni ingliz tilida bayon qilmoqchi edim. First of all, let me introduce myself. In 2023, I was honored to be an owner of Zulfiya State Award. Jismoniy madaniyat fakulteti birinchi kurs talabasiman. Shu yil institutga qabul qilindim. Bundan juda ham imtiyozli ravishda qabul qilindim va bundan juda ham xursandman. Men sportning dzyudo turi bo'yicha 8 yil mobaynida shug'ullanib kelaman. Hozirda 7 karra O'zbekiston chempioni, 5 karra Osiyo Kubogi chempioni, 4 karra Osiyo chempioni, MDH o'yinlari, BRICS o'yinlari, MDH o'yinlari, Osiyo bolalar o'yinlari, O'zbekiston terma jamoasi a'zosiman, jahon chempionati sovrindoriman. Hozirda Assalomu alaykum. Avvalambor, men Haydar Vilayzi Nabjon qizi, Navoiy davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti birinchi kurs talabasiman. Bugun rahbar va yoshlar o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Rektor rahbarimiz Muhiddin Kalonov bilan uchrashdik. Bu bizga juda ham katta motivatsiya bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Biz yoshlarga qaratib berayotgan imkoniyatlari uchun avvalambor prezidentimizga katta o'z minnatdorchiligimni, sportchilar nomidan minnatdorchilik bildirib qolaman. Yaqinda bo'lib o'tgan prezident uchrashuvida ham kirib o'tgandim. U prezident uchrashuvimizda ham bizga katta ham e'tibor berayotganligini yana yaqqol namoyandasi bo'ldim. Chunki xudo xohlasa 2025-yil Alisher Navoiy yili deb ataldi. Navoiy viloyatida bu talabalarga ham katta kuch bo'ldi. Keyin yana bir narsa alohida ta'kidlandiki, Navoiy viloyati respublikamiz bo'yicha kirish bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan. Ilohim doimo shunaqa doim Navoiy viloyati birinchi o'rinda tursin deb niyat qilib qolaman. Sizga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi uchrashuvlarda uchrashguncha, ko'rishguncha deb qolamiz.